Beshinchi mavzuyimiz qoldiqli bo'lish, oxirgi raqam mavzusi. A natural sonini B natural soniga bo'lganda bo'linma qandaydir C qoldiqda D hosil bo'lsin. Holatda A ning nomi nima deyiladi? A demak bo'linuvchi, B bo'luvchi, C bo'linma yoki to'liqsiz bo'linma ham deyiladi ba'zi joylarda. D esa qoldiq. Har doim bo'luvchining qiymati qoldiqdan katta bo'lishi kerak. Qoldiqli bo'lishning eng asosiy zaruriy sharti. Mana bu yerda qoldiqli bo'lish formulasini keltirib chiqaradigan bo'lsak, A ni topish uchun demak B ni C ga ko'paytirib D ni qo'shishimiz kerak. Mana bu qoldiqli bo'lish formulasi bizda. Endi masalalarni yechishdan boshlaymiz. Masalan, 3-masalada aytilyapti. 590 sonini 15 ga bo'lgandagi bo'linma va qoldiqni toping. Juda oson. 590 ni 15 ga bo'lganimizda bo'linma va qoldiq. 9 ichida, demak, 3 ta bor. Yerdagi 45 ni 140 ning ichida demak 9 ta. Yerdagi 135. Shunda qoldiq 5 ga teng bo'ladi. Demak, bo'linma mana 39 ga teng, qoldig'imiz esa 5 ga teng bo'lyapti. Keyingi savol, masalan 6-savol. 327 sonini qandaydir songa bo'lganda, mana 327 ni qandaydir x songa bo'lganda bo'linma 18, qoldiq 3 ga teng. Demak, bo'luvchini toping. Ya'ni x ni topishimiz kerak biz. Bu uchun biz bo'luvchidan qoldiqni ayirib bo'linmaga bo'lar ekanmiz x ni topish uchun. Bu degan 324 ni bo'lamiz 18 ga. Natija ham 18 ga teng. Keyingi savol, masalan, mana 10-savol. Agar bo'luvchi 25 ga, bo'linma 11, qoldiq 15 ga teng bo'lsa, bo'linuvchini toping. Ya'ni bo'linuvchi noma'lum bizda A. Shuni demak, bo'layapmiz 25 ga, bo'linma 11, qoldiq esa 15 bo'lyapti. Demak, A ni topish uchun 25 ni 11 ga ko'paytirib, qoldiqni qo'shishimiz kerak ekan. Shunda A ning qiymati kelib chiqadi. 275 ga 15 ni qo'shamiz. Bu degani 290 kelib chiqar ekan. Keyingi savolimiz, quyidagi tengliklardan qaysilari qoldiqli bo'lishni ifodalaydi? Ularni izohlab bering. Demak, qoldiqli bo'lish uchun yuqorida mavzuni boshlanishida aytib o'tdik. Qoldiqli bo'lish formulasi A barobar B ko'paygan C plus D deb. Va B D dan katta bo'lish kerak. Qoldiq bo'lgandan keyin qoldiqli bo'lish bo'lgandan keyin mana bu yerda qoldiq har doim plusdan bo'ladi. Mana minuslik bo'lmaydi. Mana bu qoldiqli bo'lish bo'lmaydi masalan. Buni 48 tekshirib ko'radigan bo'lsak, 13 9 dan katta. Demak, qoldiqli bo'lishni ifodalaydi. Haqiqatan mana 13 3 ga ko'paytirib 9 ga qo'shsak 48. Bu to'g'ri. Masalan, mana 15 da bu qoldiqli bo'lishni ifodalamaydi. Sababi mana 8 9 dan kichkina. Birinchi deb odatda bo'luvchini olamiz. Böyle bo'luvchi qoldiqdan kichkina. Lekin shuni 14 ko'paygan 8 plus 9 deb yozadigan bo'lsak, bu qoldiqli bo'lishga tushar ekan. Sababi 14 9 dan katta. Bu ya'ni bo'luvchini 14 deb oladigan bo'lsak, qoldiq 9 bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri bo'ladi. Agar bo'luvchi 8 qoldig'i 9 bo'ladigan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Keyingi savolimiz, ko'paytmalarni 21 dan 30 gacha bo'lgan mashg'ulot. Bu ko'paytmalarni berilgan sonlarga bo'lgandagi qoldig'ini toping. Masalan, mana 22 ni yechib ko'raylik. Ushbu ko'paytmani 7 ga bo'lgandagi qoldiq topishimiz kerak. Birinchi, 15 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq bu 1 bo'ladi. 17 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 3, 23 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 2, 27 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 6, 31 7 ga bo'lgandagi qoldiq 3. Ko'paytirdik, demak 6 ko'paygan 18. 108. Endi mana shu chiqqan natijani 108 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq topamiz. 108 ni 7 ga bo'lgandagi 1 8 5 35 3 qoldiq 3 ga teng ekan. Yoki masalan mana bu yerda 30-savol.
29 ko'paygan 41 ni kubini 11 ga bo'lgandagi qoldiq. Bo'ldi. 29 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 7. 41 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 8. Shuni kubi bo'lyapti. 7 kere 8 56, shuni kubi. 56 ni 11 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, bu 5. Biz 5 ni kubini 11 ga bo'lgandagi qoldiq topishimiz kerak. Bu esa 125. 125 ni 11 ga bo'lgandagi qoldiq bu 4 ga teng. Ya'ni mana 125 bo'lingan 11. Natija 11, bu yerda 121 qoldiq esa 4 ga teng bo'lar ekan bizda. 32-savol. Sonni 18 ga bo'lganda 15 qoldiq qoladi. Quyida ko'rishda yetish ham mumkin. Masalan, A sonini 18 ga bo'lganda 15 qoldiq qoladigan qilib, 18 ko'paygan x plus 15 ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu sonni 6 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, mana shu sonni 6 ga bo'lgandagi qoldig'i topadigan bo'lsak, 18x har doim 6 ga bo'linadi, chunki 18 6 ga bo'linadi. Bu yerda biz faqat 15 ni 6 ga bo'lgandagi qoldiq topsak yetadi. Erdik 12 ni qoldiqda esa 3 hosil bo'ldi. Demak, buni 6 ga bo'lgandagi qoldiq 3 ga teng ekan. Yoki buni boshqacha yo'li 18 ga bo'lganda 15 ta qoldiq qoladigan son topishimiz kerak. Masalan, mana shu 33 eng kichkinasi mana 18 ga 15 qo'shib qo'yamiz. Juda oson usul. 33 haqiqatan ham 33 18 ga bo'ladigan bo'lsa, qoldiq 15 bo'ladi. Endi shu sonni 6 ga bo'lgandagi qoldiq topish kerak. 33 ni demak 6 ga bo'lgandagi qoldiq topsak 5, 30 qoldiq esa 3. Bu holatda ham. Masalan, 37 ni qaraylik. A sonini 30 ga bo'lganda 20 qoldiq qoladi. Masalan, 30 ga bo'lganda 20 qoldiq qoladigan eng kichik son desak, 50 ni oladigan bo'lsak, 4A soni. Bu degani 4 ni A ga ko'paytiramiz. 4 kere 50 200. Endi 200 ni 15 ga bo'lgandagi qoldiq. 1 ayirdik 15, 50, 3, 45, 5. Demak, qoldiq 5 ga teng ekan. 41-savol masalan. 2 sonni 7 ga bo'lganda mos ravishda 3 va 5 qoldiq qoladi. Ikkita son, A soni va B soni. 7 ga bo'lganda 3 qoldiq qoladigan. Masalan, 10. 7 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladigan 12. Endi bu sonlar ko'paytmasini 7 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, A ko'paygan B ni topsak, 10 kere 12 bu 120. 120 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq. Bitta 7 ichida 7. 1 qoldi, bu 1 ga teng. Masalan, 45-savol. 2 sonni 11 ga bo'lganda mos ravishda 5 va 2 qoldiq qoladi. 11 ga bo'lganda 5 qoldiq qolishi uchun 16. 11 ga bo'lganda 2 qoldiq qolishi uchun 13. Bu sonlar kvadratlari yig'indisi a kvadrat plus b kvadrat. Bu 16 ni kvadrati plus 13 ni kvadrati. Mana shuni 11 ga bo'lgandagi qoldiq. 256 plus 169. 425. 425 ni 11 ga bo'lgandagi qoldiq topishimiz kerak biz. 425 ni 11 ga bo'lgandagi qoldiq. 42 ni ichida 3 ta bor. Erdik mana 33 ni 9 qoldi, 95. Buning ichida 8 ta bor, 88 ni 7. Qoldiqda 7 qolar ekan. Navbatdagi savol. Masalan, 51. Aytilyapti, mana 12, 38 va 77 sonlarning har birini birdan katta qanday natural songa bo'lganda qoldiqlar bir xil bo'ladi. Uni topish juda ham oson. 38 dan 12 ni ayiramiz, 26. 77 dan 38 ayiramiz. Demak, bu 39 bo'lar ekan. Nima uchun ayirdik? Chunki bunda ham bir xil qoldiq, bunda ham bir xil qoldiq, bunda ham bir xil qoldiq qoladigan bo'lsa, ayrilganda qoldiqlar yo'q bo'lib ketadi. Chunki bir xil qoldiq bizda. Endi mana shu ikkita songa men ekut topaman. 13 ga teng ekan. Ya'ni mana shu sonlarning har birini 13 ga bo'lganda qoldiqlar doimo bir xil bo'lar ekan. Qoldiqli bo'lish shulardan iborat. Endi oxirgi raqam. Masalan, ushbu ifodaning oxirgi raqamini toping dedi. Bizga hisoblash kerak emas, faqat oxirgi raqamni topishimiz kerak. Oxirgi raqamlar ko'paytmasi mana 2 kere 3 6, 6 kere 4 24. Demak 4 bilan tugaydi. 5 kere 6 30, 0 bilan tugadi. 0 kere 7 yana 0. 0 bilan tugaydi. 4 ga 0 ni qo'shsak 4 bilan tugaydi degan xulosaga kelamiz. Darajalilarda ozgina farqi bor. Masalan, mana 2 ni 1001 darajasi bu qanday raqam bilan tugaydi? Bizga kerak 2 ni birinchisi 2 ga teng, 2 ni kvadrati 4 ga teng,
2 kubi 8 ga teng. 2 to'rtinchisi 16. 2 beshinchisi 32. E'tibor beradigan bo'lsak, 4 dan keyin mana oxir raqam yana qaytib kelyapti. Ya'ni 2 qaytib kelyapti. Demak, buning oxirgi raqamlari, ya'ni 2 ning darajasining oxir raqamlari har 4 tada takrorlanar ekan. Shu sababli mana bu daraja ko'rsatkichini 4 ga bo'lgandagi qoldiqni topamiz. Masalan, 2 ning 1001-chisi bo'lsa, 1001 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq. Bu 250 bo'lsa, ayirsak 1000 ni 1 qoldiq qoladi. Biz esa birinchi darajaga qaraymiz. Birinchi daraja, ya'ni 2 ning birinchisi 2 ga tengmi? Demak, buni oxirgi raqami 2 bo'lar ekan. Masalan, mana bu yerda mana 3 niki kelyapti. 3 ning birinchisi 3 ga teng 3 kvadrati. 9 3 ning kubi 27 7 bilan tugaydi. 3 to'rtinchisi 81 1 bilan tugaydi. 3 beshinchisi 243 3 bilan tugaydi. Ketadi mana shunday. Mana har 4 tada qaytib keladi. Demak, 2 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq bu 2 bo'ladi bizda. Shu kvadratga qaraymiz. 9. Demak, bu 9 bilan tugaydi degan. Umuman olganda eng oson usuli har qanday sonning oxirgi darajali ifodalarda oxirgi raqamini topish uchun eng oson usuli 4 ga bo'lgandagi qoldig'i topishni o'zi yetarli bo'ladi. Agar 4 ga bo'linadigan son kelib qolsa darajada 4 ga bo'lganda hech qanday qoldiq qolmaydi. Unday holatda biz 4-darajani olamiz. Masalan, mana buni qaraydigan bo'lsak, 1000 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq 250 bo'lsa, ayirsak 1000 ni hech qanday qoldiq qolmaydi. Demak, bo'layotgan sonimiz 4 bo'layotganligi uchun 4-darajaga qaraymiz. 4-chi. 4-darajasi qanday raqam bilan tugasa, 4 darajasida 1000 ham shunday raqam bilan tugaydi. Demak, bu 256 bizda, ya'ni 6 bilan tugayapti. Javob 6 bilan tugar ekan. Masalan, mana 8 darajasi 121. 121 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq 1 bo'ldi, bizga kerak 8 ni birinchisi. Demak, bu 8, ya'ni nima bilan tugar ekan? 8 bilan tugar ekan. 5 bilan tugaydigan sonning har qanday darajasi 5 bilan tugaydi. 6 bilan tugaydigan sonning har qanday darajasi 6 bilan tugaydi. 1 bilan tugaydigan sonning har qanday darajasi 1 bilan tugaydi. Masalan, mana 88 ga qaraydigan bo'lsak, juda ham darajada ko'p sonlar bor, lekin mana bu sonni oxir raqamiga qarasak 6. 6 bilan tugaydigan sonning ixtiyoriy darajasi 6 bilan tugaydi. Masalan, 95-savol. 3 ning 21-darajasi. 21 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq 1. 3 ni birinchisini olamiz. 97 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq ham mana 1. Demak, 9 ni birinchisini olamiz. Shuni 4 ga ko'paytirib 7 ni qo'shdik. 3 ga 9 ni qo'shsak 12, 12 ga 4 48, 48 ga 7 ni qo'shsak 55. Demak, bu 5 bilan tugaydi degan. Mana bunday turdagi savollar bor, ya'ni birinchi savolga o'xshash savollar. Sovg'alarni qutiga 2 tadan, 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan, 6 tadan qilib joylagan, har safar bitta sovg'a ortib qolmoqda. Demak, sovg'alar sonini topish uchun nima ish qilamiz? Ekuk 2, 3, 4, 5, 6. Mana shu topib 1 ni qo'shamiz. 2, 3, 4, 5, 6 ga ekuk topadigan bo'lsak, bir 120 bo'lyapti. O'zi aslida buning natijasi 60 chiqadi. Lekin bizga 100 tadan ko'p 150 tadan kam bo'lishi kerak. Demak, 60 ga karrali va 100 tadan ko'p 150 tadan kam bo'lgan sonni topishimiz kerak. Bu 120. Va o'z navbatda 1 ni keyin qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javob 121 bo'ladi. Ya'ni 121 ta sovg'a bor ekan bizda. Masalan, 106-savolni qaraymiz. Nechta natural sonni 5 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq o'zaro teng? Oldimizga savol qo'yishimiz kerak. 5 ga bo'lganda qoldiqda qanday sonlar hosil bo'ladi? 1, 2, 3, 4 ga teng bo'lgan sonlar hosil bo'lishi mumkin. Demak, A sonni 5 ga bo'lganda bo'linma 1, qoldiq ham 1 bo'lishi kerak. Bu degani 6 ga teng ekan. Keyingi holat 12, 18, 24. Bunday holatda mana sonlarimiz 5 ga bo'lganda bo'linma va qoldiq o'zaro teng bo'ladi.